Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Xo'jalik sessiya kanali. Bugungi videorolikda sizlar bilan Epson Mobile betani tekshirib ko'ramiz. Va hozir yangi open pak ochamiz. Keyin tushar ekan. Menimcha bir xil pak tushayotgan bo'lsa kerak bitta odam. Avstraliya, Striker, Icon, Hello, Bu, Cafe. Beckham, Nedved, Zidane, Nesta, Cantona, Çech, Vidic, Ture, Hazard, Rooney va shunga o'xshash o'yinchilar tushdi. Buni ovozini pasaytirmasam, hozir o'zimni ham ovozim даже o'zimga eshitilgani yo'q. Hozir tak team ya'ni jamoaga kirib olaman va Alaba, yo'q, to'xtanglar, Alabani shoshilinch qo'ymaymiz. Gabriel, albatta keyingi o'yinchimiz RB Inter Milandan, Nedved, Palmer, keyin Nesta, LBga kim bor? LBgani davay Alaba ham LBga ketadi. Beckham simi, Cantona Striker. Davay mana buni Striker qilamiz, Rooneyni. Buni to'xtanglar, buni qo'ymayman-da. Xo'sh, buni Salahni o'ngga qo'yaman. Tureni center backga qo'ysam, Vidicni Gabrielni o'rniga qo'yaman. Chech, Zidanni qo'yaman albatta. 100% va menimcha bo'ldi, tugadi degan umiddaman. Xo'sh, details edit. Endi menimcha endi yo'q bo'ldi. 202 defending gap o'zimga emas, pro'za gap yo'q. Qancha buni anaqa skores? Net skill pointslarni beraman. Hammaga fizikdan berib chiqaman. Xo'sh, 204 himoya, zo'r. Vidic zo'r va fizikasi va mana вот, hozir buni yana qazon ko'ramiz. 204 juda zo'r. Va bu RBni ham bundoq qo'yib olsam. Xo'sh, dribling kerak emas, fizikasi menga ko'proq himoyaviy zashni kerak. Mana bu o'yinchimizni statistikasi bo'ladi, unchalik zo'r emas desa ham bo'ladi. Xo'sh, endi Chexda ozroq mazani beraman, gol kirash. Zo'r va endi buni statistikasini ko'raman. 199 refleksi, lekin qo'l bilan o'yin, pozitsiya tanlashi va yo'q, divingu qo'l bilan sakrash, nimadir ham, короче, shu kicking tepishi 178, короче, bu varatarlarni nimadir tushunasiz. Xo'sh, menimcha bo'ldi. Bu joydan kuchaytirib uradigan narsani ham kuchaytirib bo'ldim degan umiddaman. Xo'sh, endi men bittan sizlar bilan hozir men bilan birgalikda bitta ochib ko'ramiz. Bilmadim, oy Pele tushdi. Men Peleni ancha bo'ldi men o'ynatmaganimga. Va hozir birgalikda mazza qilib o'ynatib ko'ramiz buni. Va buni ham bitta qo'yaman. Oy. Naqa berdi menga. Kim edi? Cannavaro berdi. Zo'r. Himoya va ataka chotki просто bomba bo'lib ketdi. Va ataka va mana himoya Nestani o'rniga qo'yaman. Oy. Xo'sh, endi qiladigan narsam endi zaminga o'yinchi qilib chiqish kerak. Cantonani qo'yaman, Gabrielni ham qo'yib chiqqanman. Menimcha Gabriel ham LBga ketaveradi. Striker
Voy, mana bu bagda qaranglar. Hop, 120, 120, 120, 120, 120 hamma pozisiyaga qo'yib chiqdi. Xo'sh, zo'r. Даже man Alabani ham hujumga qo'yib qo'ysam 120 bo'ladi. Juda zo'r bunaqa. Xo'sh, endi Azartni ham shunaqa mana ko'rib turibsizlar. Azart. Tak, endi Kahil albatta. Tak, Nesta va yana kimni qo'ysa bo'ladi? Mana bu Varatlarni ham qo'ysa bo'ladi. Chunki bu Varatlar ham ancha-muncha zo'r Varatlardan bittasi. No, men ko'rmaganman, lekin katta ehtimol bilan shu nima bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Mana refleks даже nimadan ham chexdan ham zo'r, lekin qolgan statistikasini ko'ramiz. 100, 210. Voy, dahshat, просто dahshat. Xo'sh, men buni bundoq qo'yib qo'yaman va bo'ldi. Qolganlariga tushib ham bo'lmaydi, afsuski. Xo'sh, menimcha endi yana bitta qolganlarni ko'rib chiqish kerak. Yo'q, mana shu qolganlarni ko'rib o'tirish menimcha kerak emas degan umiddaman. Bularni ham bitta kuchaytirib qo'yamiz, ko'mitani qo'yib. Xo'sh, endi men buni Varatlarni statistikasini ko'rish kerak. Refleks 200 zo'r, lekin zo'r. Endi qaranglar, hozir mana bu bitta match o'ynab chiqamiz va bitta matchni evaziga biz 12.000 pul olamiz va 12.000 ni evaziga yangi bitta o'yinchini tushirib olamiz. Bu beta versiya bo'yicha ham stream qilaman albatta yaqin oralarda va buning uchun sizlar Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishinglar kerak. Telegram kanalimning silkasi pastda bo'ladi va Telegram kanalida bir-biridan qiziqarli, ajoyib bo'lgan narsalarni tashlab boraman. Albatta Telegram kanaliga reysga o'tib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Xo'sh, bizning komanda va u my opinion komandasi. Xo'sh, oy. Voy, rama bo'lib qopti. Oy. Juda bo'lmaydi shekilli bu. Qani, let's go. Ronaldolari bor ekan, dahshat. Ronaldo, короче, Zidane. Oy. Cannavaro. Oy. Mana ko'rib turibsizlar, o'zining qobiliyatini ishlatib bilyapti, lekin gap yo'q. Van Dijk ham shunaqa ekan, mana hop. Qolganlarini funksiyalarini tez orada yaqinda ko'rsak kerak. Menimcha tez orada yaqinda ko'ramiz, nasib bo'lsa albatta. Va buni qanaqa sketch qilganimni boya ham aytib o'tdim. Albatta mana shu videoga bir uzoq 150 like bo'lsa, men bemalol nima qo'lini olib keltirish kerak. O'zbekiston qo'lini kim Cannavaro olib keltirish kerak. Oy. Opa, Cannavaro. Salah. O'zim aterib qo'yardim. Yana bilmadim. Xo'sh. Davay, let's go. Ay. Cannavaro. Tak. Opa, Zidane'dan ajoyib pas bo'ldi. Pele. Super pas qilsam, qasam Zidane bo'lmaydi buni. Mana bilmayman, hozir 12 ming bo'lgandan keyin sekin bittalikdan ochib, tagiga kuchaytirib olganimiz mingdarta yaxshiroq deb o'ylayman. Juda zo'r, juda ajoyib. Let's go degan. Simiga ham qo'yib bo'lsa bo'lardi anaqani. Simiga ham qo'yib bo'lmayapti. Tak. Bu yerdan mana shu narsalarni olmasam juda. Aniq olmasam. Nedveddan ajoyib pushka demoqchimanki, lekin pushka bo'ldi. Tak. Mana shunday. Mana shunaqalaridan yaxshi.
Mana shu joystick to'g'irlash kerak. Joystick to'g'irlamasam bo'lmaydi. Salah. Ketdi. Erik Kantana'ni ham o'ziga bo'lib bemalol o'ynab beradi. Let's go. Manimcha o'ynamasam ham bo'ladi o'zi. Manimcha u sho't aniq. Mana bilmadim mana. Ture. Bu давай striker bitta. Boshoramiz. Deb hazillashdim, kerak emas. Samoga zo'rib o'ynashdi. Baribir. Mana hamma ko'ra. Salah. Gol bo'ldi. Va endi yana risk gol urmasak bo'lmaydi. Let's go. Ture, Zidane. Beckham. Mayla chiqsa. Hop. Zinedine Zidane. Просто double jump emas. Hop. Давай, ну-ка. Yaxshi zo'r double jump emas. Salahdan ajoyib kombinatsiyalar bo'lishini boshlanmaydi. Keyin bitta zo'r yangilik aytaman sizlarga. O'zi sizlar ham ko'rib bo'lgan bo'lsangiz kerak. Bilmaydiganlar, ko'rmaganlar uchun aytib o'taman. Tez orada TOTS kartasida, ya'ni TOTS sezonida shartlar qaytishi mumkin ekan. Ya'ni shart orqali o'yinchilarni admin qilib bemalol oldingi shart sxemasiga o'xshab bemalol yashaylab beradi. Lekin men uchun draft maqulroq. Mana kim uchun bilmadim. Albatta kommentariyaga o'zinglarni izohlarini yozib ketinglar. Menga draft zo'r edi yoki menga shart zo'r edi. Shartdan zo'r qiynalib, boshqa qilib o'yinchini olib maza qilib ishlatasiz. Undan keyin tez yangi o'yinchi chiqadi. O'yin qobiliyati, ya'ni tezligi, skorisi, dribling qila olmasligi, barobatlar vaqti tugab bo'lgandan keyin ishlat bo'lmagandan keyin boshqa o'yinchi olishga to'g'ri keladi. Bu shart draft yaxshiroq edi. 10 talik ochsanglar, любой bitta o'yinchi chiqardi. Brezoni karta. Mana bilmadim endi. Men ham oltman, lekin bu draft zo'r bo'ldi. Har sezon bir amallab 20-30 minglab almaz yig'sanglar, 10 ta 20 ta draft ochib 2-3 ta Brezoni tushirib olishinglar mumkin. Bu juda ham ajoyib sxema edi. Ya'ni boshida hamma kelganda gapirdi, nima bu musulku old ishlar qaytib ketdi deb gapirishdi, lekin bu to'g'risi FIFA ham biz, ya'ni free to playlar uchun ham o'ylab qilingan ish deb o'ylayman. Ya'ni agar pulni to'g'ri endi baribir ko'pchilik donat orqali bemalol hamma o'yinchi tushirib oldi. 200 ta draft mana shu bag orqali ham bo'ldi, lekin bir tarafdan gap yo'q desa ham bo'ladi. Menga yoqdi bu sxema, katta rahmat, shuncha tushirib oldim. Yana futbolni tushdi. Endi buni ham biz sog'inib qolamiz. Ya'ni hamma aytadi, draft yaxshiroq edi, manaqadan ko'ra deb. Shunaqa. Keyin national terma jamoalar tarixi, shunaqa. Menimcha shunaqa. National team edi, shunaqa edi dejmadi.
O'shanda nechta shart bo'ldi. O'shaniyam bir marta kommentariyaga yozib ketsanglar bo'ladi. Xo'sh, 12 mingta bo'ldi va 12 mingta orqali biz hozir bitta-bittalab o'yinchilar tushirib olsak bo'ladi. Mana bu cho'ta menga yoqib qoldi. Zo'r. Va faqat 6 ming qolibdi. Mayli, 6 mingga ochamiz. Didi Drogba tushdi. Zo'r. Lekin Drogbani qayerga qo'yaman o'zi menga noma'lum. Davay mana shuni o'rniga qo'yaman. Yana menga qaysidir bitta mana o'zini ham qo'yib qo'ysam zo'r bo'ladi. Menimcha videoyim yoqdi degan umiddaman. Agar kim beta versiyasiga ijod qilmoqchi bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar, может быть Telegramda aytishim mumkin. Lekin katta ehtimol bilan buni men video qilib chiqazaman. Sizlar bilan hozirchalik Mr. BX FC kanali bo'ldi. Keyingi videorolikgacha ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Всем пока.